AI soliq platformasidagi AI cashback xizmati xarid cheklari bo'yicha cashback holatini sun'iy intellekt asosida tahlil qiladi. Xizmatga kirilganda foydalanuvchining umumiy, tasdiqlangan va rad etilgan cashback summalari ko'rsatiladi. Ro'yxatda xarid cheki, chek summasi, cashback miqdori va uning joriy holati bilan tanishish mumkin. Tahlil qismidagi boshlash tugmasi bosilganda tizim umumiy cashbackni shakllantiruvchi ijobiy va salbiy ko'rsatkichlarni alohida ko'rsatadi. Kerakli chek tanlanib, tahlil qilish tugmasi bosiladi. Bundan tashqari ushbu matnlarni siz ovozli holatda ham eshitishingiz mumkin. Sun'iy intellekt cashback nega tasdiqlanmagani yoki rad etilganini tushuntirib, muammoni bartaraf etish bo'yicha amaliy tavsiya beradi. AI cashback holatni tekshiring va zarur tavsiyalarni tezkor oling.